Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan Kamina Jo'rabek. Bugun sizlar bilan hamma yoqda shov-shuv bo'layotgan, millionlab dollarlar ishlayotgan Amerika YouTube kanallari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Videoga bitta like'larni bosib, nimani tushunmagan bo'lsangiz, kommentariya albatta o'z fikringizni yozib qoldirishingizni so'raymiz. Demak, biz boshladik. Birinchidan, Amerika YouTube o'zi nima? O'zi aslida Amerika YouTube degan gap bu yo'q narsa. Bu YouTube hamma joyda bitta ishlaydi. Bitta YouTube, bitta platforma. O'zbekistonda ham butun dunyo bo'yicha YouTube platformasi faqat bitta. Amerika YouTube yoki O'zbekiston YouTube degan narsa yo'q. U tushuncha noto'g'ri narsa. Keyin Amerika YouTube deb nima uchun aytiladi? Chunki u yerda amerikancha kontentlar keladi. Ya'ni ingliz tilida Amerika yosh bolalari yoki kattalari qiziqadigan qanaqadir kontentlar haqida gap ketadi. Menimcha hammani oldida Instagram ko'rayotgan payti qanaqadir reklamalar, qanaqadir Amerika YouTube'lari millionlagan dollarlar ishlaysizlar, uyda o'tirgan holda degan kontentlarni ko'pchilik menimcha shu Reels'da ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Hozir men sizlarga ularni qanaqa qilib odamlarni aldayotganini men sizlarga tushuntirib beraman. Demak, boshladik. Ular aytadiki, birinchi bu Amerikani kanalni qanaqa ochish kerak, qanaqa nastroyka qilish kerak. Bu narsa juda oddiy narsa. Buni hech qanaqa bir pullik kursga sotib olib, buni qanaqa qilib ochish kerak, yo'q sekretlarni o'rgataman deydi. Lekin bu juda oddiy narsa. Hozir video oxirida men sizlarga u qanaqa qilib nastroyka qilish kerak, qanaqa qilib ochish kerak. Kanal ochishni menimcha hamma biladi. Nastroyka qilish ham u qiyin narsa emas, u nastroyka qilish. Uni ham ko'rsatib o'taman. Ko'pchilik o'ylaydi, o'sha strana degan joyini Saydiniyni shtatga qo'yib qo'ysa, Saydiniyni shtatga qo'yib qo'ysa, demak bu Amerika yo'nalishida ketadi. Yo'q, unaqa emas. U noto'g'ri narsa. Siz uni O'zbekistonga yoki Turkiya, Qozog'iston, libo bir davlatga qo'yib, videoni yuklayotgan payti o'zini VPN bor, VPN orqali yuklab, tilini inglizcha qilib qo'ysa bo'ldi уже. Siz Qozog'iston straniga qo'ygan bo'lsangiz ham уже Amerika yo'nalishiga tortib ketadi u o'zi avtomatik. O'zi bu Amerika stranasi ko'rish uchun aslan nimaga bog'liq? U strana degan joyga bog'liq emas. Bu faqat VPN ga bog'liq. Bu yuklanayotgan video qayerdan yuklanyapti? O'zbekistonda yuklanyaptimi? Qozog'istondanmi? Qayerda yuklanyapti? YouTube aslida o'sha narsaga e'tibor beradi. Misol uchun men O'zbekistonda turib bez VPN video yuklamoqchi bo'lsam, yuklasam, misol uchun, O'zbekiston auditoriyaga predlagat qiladi YouTube ni o'zi. O'shuning uchun ko'pchilik nima qiladi? Amerikancha VPN ni qo'shib, Amerika VPN ni yoqib, keyin videoni yuklaydi. O'sha ish to'g'ri bo'ladi, lekin stranani umuman aloqasi yo'q bu narsaga. Nastroykada ham bu unchalik важный narsa yo'q. Nastroykaga kirib nastroyka qilish shart emas. Просто stranani belgilash nima uchun belgilanadi? Strana просто O'zbekiston uchun hozirgi данный momentda pul to'lamayapti YouTube. O'shaning uchun stranani boshqa chet davlatga qo'yib qo'yadi. O'shaning uchun monetizatsiya bo'limida уже siz yoqish imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Agar O'zbekistonga qo'ysangiz, уже sizni davlatingizda monetizatsiya olmaydi deb уже yozuv chiqib turadi. Buni hamma biladi menimcha. Hozirda Instagram platformalarida juda ko'p reklamalar chiqyapti. Ya'ni Dubayda yoki qanaqadir bir Tailandda qimmatbaho mashinalarni minib, mana buncha qamam pul topdim, mana buncha pul topdim, mana millionlagan dollar topdim, so'mda ko'rsatadi, mana buncha pul topdim deb. Lekin u noto'g'ri narsa. U просто так screenshot qilib oladi и Photoshopda yoki любой bir изображение redaktor qiladi и все. Sizga ko'rsatadi. Sizga uni video qilib uni ko'rsatmaydi hech kim. Chunki u yo'q narsa u. Bo'lishi mumkin, misol uchun 100 dan bir 10% bo'lishi mumkin. U videoni rekomendatsiyaga chiqishi hech qachon nastroykaga yoki bo'lmasam bir qanaqadir video darslikni ko'rib o'shanga moslab yuklashga u umuman bog'liq emas. Men liboy bir odam bilan suhbatlashishim mumkin bu tema bo'yicha. Videoni yuklaysiz, YouTube u omadga bog'liq. Agar omadingiz bo'lsa, Alloh shuni xohlasa, u sizning videongiz rekomendatsiyaga chiqadi. Agar siz oylab, yillab video yuklasangiz ham rekomendatsiyaga chiqmasligi ham mumkin. U faqat sizning omadingizga bog'liq. U misol uchun o'quv darslari, kurslari orqali nima deydi? Bir yordam berishi mumkin, где-то bir 100% dan 10% yordam berishi mumkin. Shu algoritmga to'g'ri tushib ketish uchun deb aytadi, lekin u algoritmga tushish uchun baribir u Alloh xohlamasa foydasi yo'q uni. Omadingizga ham bog'liq. Omadingiz kelsa chiqadi, bo'lmasa yo'q. Men liboy bir odam bilan bu tema bo'yicha suhbatlashishim mumkin. Keyin yana nima deymiz? O'shaning uchun aytayapman, u pulli kurs sotib olib,
misol uchun 1 milliondan sotadi, 500 mingdan sotadi. Unaqa kurslar ko'p hozir. Lekin o'zi sotib oladi, o'rganadi, videoni yuklaydi. Videosi rekomendatsiyaga chiqmaydi, prosmotr bo'lmaydi. Ko'pchilik aytadi, nakrutka like urish kerak deydi. Misol uchun shunaqa o'rgatadiganlar ham bor. Nakrutka urish kerak, like urish kerak. Nakrutka like urish bu narsa zarar bu YouTube uchun. Liboy bir sun'iy intellektga yozib, ChatGPTga savol bersanglar ham nakrutka ursa bo'ladimi deganda ham u sizga bu narsani tavsiya qilmaydi. Bu narsa chunki men sinab ham ko'rganman. Nakrutka like urilgandan keyin u nakrutka like обратно YouTube'ni o'zi olib tashlaydi like'larni. 1000 ta like ursangiz, uni обратно olib sekin-sekin u proverkada turadi chunki. Chunki nakrutka like nima u? Bu nakrutka like buni mining firmaga o'xshagan telefonlarning firmasi bo'ladi. Firmalarni misol uchun qanaqadir bitta kompyuterda boshqariladi, u ham sun'iy intellekt boshqaradi. Siz pul to'laysiz ularga, sizni videoingizga shunday bitta kiradi, like ni bosib sirasi chiqib ketadi. Like ni bosadi, sirasi chiqib ketadi. U YouTube'ga u narsa yoqmaydi. U kirgan odam, videoni ko'rgan odam kamida 30 sekund, 40 sekund videongizni ko'rish kerak. Videoni qiziqligini ko'rib, o'shandan keyin YouTube o'ylaydi, ha, demak bu odam ko'rdi buni deydi. Ushab qoldi auditoriyam deydi. Uni rekomendatsiyaga olib chiqadi. Lekin like ni shunda urib, robotda ular telefon robot boshqaradi. Ya'ni sun'iy intellekt boshqaradi. Kiradi, like ni uradi, chiqib ketadi. Bo'ldi. Bu naborot zarar bu. Prosmotrga zarar bu narsa. Kanalni o'ldirishga ham olib keladi. Bu noto'g'ri narsa. Keyin hozir men sizlarga o'zimni misol uchun yuritayotgan kanallarim bor. Amerikancha kanalim bormi? ASMR yo'nalishida, keyin o'zbekcha yo'nalishlarda kanallarim bor. Endi hozir sizlarga Amerika kanalini ko'rsatmayman. Sababi o'zi bu narsa bor narsa O'zbekistondan kuzatsa, misol uchun Amerikancha kanalni O'zbekistonda prosmotr bo'lsa, o'zi u videoni O'zbekistondagilarga ham tavsiya qilib boradi. Undan keyin haligi tomosha stranalari degan joyda o'zi O'zbekiston ham paydo bo'lib qoladi-da. Bu narsa bizga misol uchun kontent yaratuvchilar uchun bu narsa yoqmaydi. Chunki O'zbekistonda hozir pul to'lamayapti. Sizlarga hozir O'zbekistonda o'zbekcha kontent qanaqa qilaman, qaysi yo'nalishda, o'shani hozir sizlarga mana ekranlaringiz bu burchagiga chiqarib hozir sizlarga montajda qo'yib beraman o'sha narsani. Demak, aziz vatandoshlar, mana bu meni o'zbekcha kanalim, ya'ni O'zbekiston yo'nalishidagi kanal. Bu kanalimiz musiqa yo'nalishiga qaratilgan kanal. Ya'ni bu kanalimizda mana analitikaga kirib ko'rsaman, oxirgi 28 kunning ichida 250 ming prosmotr bo'lgan. Yana ko'rilyapti. Populyarni prosmotrlardan bu Ummonni yo'q qo'shig'ini cover qilingan varianti 144 ming prosmotr. Bu ham yana ko'rilyapti. Oxirgi 28 kunda 7600 soat. Uji bu monetizatsiya shartlaridan birini uji bajarib bo'lgan. Endi hozir yana 300 tacha obunachi kelsa, uji bo'ldi, monetizatsiyaga ariza beramiz bunga ham. Bunaqa kanallardan menda juda ham ko'p. Boshqa yana 5-6 kanalim bor, mana shu musiqa yo'nalishi bo'yicha. Bunda video qanday ishlanadi? Bu nimada? Uni ham sizga keyingi videolarda xudo xolasa mana shu videom 1000 ta like yoki 1000 tadan oshiq like yig'sa, mana hozirgi video, men sizlarga keyingi videomda qanaqa qilib mana shunaqa qilib qo'shiqlarni cover variantini qilib, cover variantini ishlashni men sizlarga o'rgataman. Keyin yana bir nima, uni ham keyingi videomda ko'rsataman, xudo xolasa. Hozir ko'pchilik YouTube tomosha qiladiganlar oldidan chiqqan bo'lishi ham mumkin yoki Instagramda, TikToklarda trend bo'layotgan mana unaqa Jaloliddin Ahmadaliyevning ovozida chiqarilgan qo'shiqlar bor. Hozir sizlarga o'shani qo'yib beraman mana. Buni bugun qo'yganman. Mana bu qo'shiq. qarang yo'shankaga kirgandan keyin sevgi o'rnini tutdi nafrat. Mana eshitganlaringdek xuddi mana shunaqa Jaloliddin Ahmadaliyevning ovozida Liboy qo'shiqni qilsa bo'ladi. Yoki u Liboy she'rini qo'yib o'sha Jaloliddin Ahmadaliyevning ovozida ishlasa bo'ladi.
Buni xudo xohlasa mana shu video aytdim-ku, keyingi videoda mana shu video 1000 tadan ko'p like yig'sa, xudo xohlasa keyingi videolarimda albatta qanaqa qilib ishlanishini sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.